16'nın ikisi. Подача звуковых сигналов тревоги. Общий тревоги. Один день 3 короткий. Shodda, avariyada, крушенияda, tormoz отказ bo'ladigan menga qanaqadir yordam kerak bo'lsa beriladi. Ba'zi intervyu o'zini havodan qanaqadir xavf xatar bo'ladigan bo'lsa 2-3 minut davomida tinimsiz ravishda nima qilish, korotkий звуковой signal berish. Пожарный тревога o'zini nomi bilan aytib qo'yibdi. Пожар, один день 2 короткий. Химический тревога. Один короткий, один длинный, один короткий 2-3 minut davomida tinimsiz ravishda chaqirish. Tushunarli bo'ldimi yo'q? Химический qachon beradi? Qachonki meni sostavimdan radioaksiya tarqalayotgan bo'lsa yoki zararlanadigan signalni znaki ko'rib qoladigan bo'lsa, o'sha hududga kirib kelishdan oldin beriladi. Yaponda savol beriladi, qanaqa beradi? Menda telefon ham svistogam bor. Lakavati beraveradi katta bilan qisqa, kichkina bilan. Undan tashqari hayotda qanaqa beriladi? Svistog bilan beriladi, rajok bilan, gubka bilan beriladi, sirenalar bilan beriladi, metallarni metalga urib beriladi. Metalga urishda qanaqa beriladi? Rядом korotkий является один длинный yozib qo'ying. Tushunarli